Allohimizga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz, qarshi olgan yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Doimo barcha yaqinlar baxtiga sog' va omon bo'lib, ushbu fayziy xonadonda eng yomon kuningiz doimo mana shu bugungi kundek xursandchilik damlarda, shukronalik, shodiyonalik damlarda o'tishini tilakdoshimiz. Mana shunday bir xursandchilik damlarda akajonim biz albatta sizga dilga yaqin, qadrdon insonlaringiz orqali qalblardagi eng chiroyli tilaklarni yo'llash maqsadida fayziy xonadoningizga tashrif buyurganmiz. Kimning nomidan keldik? Mana shunday bir qutlug' damlarda sizni yanada bir xursand qilish niyatida. Mana shunday bir xursandchilik damlarda keling o'zimiz yordamlashaveramiz. Albatta bugungi sizni baxtli damlaringizni unutilmas tarzda o'tkazishni niyat qilgan barcha qadrdoningiz sizlar jannat guli rayhonlardan bo'lgan qadrli opajonlarimiz, Sobira opamiz, Vahso opamiz, Ma'lum qo'shnilarimiz, mana shunday bir qutlug' damlarda manzil qo'shonimiz domlardan albatta ezgu hamda sof niyatlar og'ishda qalblaridagi eng go'zal niyatlarni siz qadrli insonni uchun yo'llashimizni iltimos qildilar. Avvalambor Allohimga ming bora shukr dedilar. Biz mana shunday bir mehribon suyanchimiz, tayanchimiz bor. Doimo bizni baxtimizga, oila a'zolari baxtiga sog' va omon bo'lsinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar ilohim. Mana shunday bir xursandchilik damlar ketilar, baxtli damlar kelaverib, Allohimning o'zi ichkarimizni hojatali gunohlari bilan siylasin deya qalblaridagi eng chiroyli tilaklarni barchasini siz qadrli insonimiz uchun yo'llashimizni iltimos qildilar. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin, umr yo'llaringiz charog'on bo'lsin. Sizni tark etmasin, mudom baxt omad, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Albatta mana shunday bir xursandchilik damlarda sizni jon dildan qadrlovchi barcha qadrdonlarimizda ajoyib sovg'asi bo'lgan toshligimiz ham bor. Albatta iloji bo'lsa ushbu toshligimiz shamchiroqlarni samimiy ezgu niyatlar og'ishda o'chirib berishingizni iltimos qilamiz va albatta barcha qadrdonlar qo'llaridan ushbu shirinligimizni tanavvul qilasiz. Xursandchilik damlar muborak bo'lsin deymiz. Chiroyli qarsaklar bilan akajonimizni yana bir bora tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Mening uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan ekan. Ilm olsin, odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan. Ukam yo'lim ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yurgan ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'g'it berguvchi, akalikda otamdek ekan. Qadri baland, mehribon ekan. Ishonganim qalqonim ekan. Himoyachim, o'g'it berguvchi, akalikda otamdek ekan. Rahmat deymiz barchalarimizga. Xursandchilik damlari yana bir bora muborak bo'lsin. Mana shunday bir qutlug' damlarda akajonimiz 41-bahorni qarshi olibdilar. Inshaalloh mana shunday bir fayziy damlar bardavom bo'laverib, yangi jonimiz bilan Allohim bergan umrni juda ham chiroyli,
sermazmon xayri saxovatda farzandlar qurshovida inshaalloh danagidan manshur bo'lgan nabiralar ardog'ida yurishingizdan tilakdoshimiz. Mana shunday bir baxtli damlarda qiziljon dindan yaxshi ko'rguvchi opajonlaringiz iltimos qildilar, agarda iloji bo'lsa biz qadrdonlar nomidan chiroyli bo'lgan qalb so'zlarimiz qo'shilgan 4 qator she'rni ham okajonimizga o'qib eshittiring deb iltimos qilganlar. Mashhurjon aka ruxsat berasiz, ushbu she'rimizdan barcha qadrdonlar nomidan o'qib eshittiramiz. Ming bora tashakkur. Anqoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh. Nokasu nomardga hech egmasin bosh, ukamning omadan bergan Xudoyim. Amakiyu ammalar lug'atimizda, hamsoya tog'alar hurmatimizda, zabonlar bo'shamas g'iybatimizda. Ukamning omadan bergan Xudoyim. Bir o'zi o'ntaning o'rnini bossin, duch kelgan alamning bo'ynidan ossin, o'g'liga to'y qilib dasturxon yozsin. Ukamning omadan bergan Xudoyim. Yigitlar sarasi ko'ngli oqtozda, kechagi arazi qolmaydi yodda, so'rayman duolar qilib bomdodda. Ukamning omadan bergan Xudoyim. Qarasam hol so'rab yo'qlab kelguvchi, qadrimni har neydan ustun bilguvchi, otayu onamdan yodgor qolguvchi. Ukamning omadan bergan Xudoyim deya qalbimdagi eng chiroyli tilaklarni siz qadrli insonlarimiz uchun yo'llashingizni iltimos qilaman. Tabriklayman. Xursandchilik damlaringiz barhamo bo'lsin ilohim. Albatta mana shunday qutlug' damlarda sizjon bilan yaxshi ko'rguvchi opajonlaringizga ham mikrofonni tutamiz hamda go'zal niyatlar bilan tabriklab berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yerda yig'ilib kelgan aziz opa-singillarim, qarindoshlarim, urug'larim. Mana shu akaginamni bugun tug'ilgan kuni ekan. Ilohim yuzlariga kirsin, martabasi ulug' bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetib, shu uylarda ham katta-katta to'ylar bo'lsin. Kelinim bilan qo'sha qari baxtli bo'lsin. Eng yomon kuni mana shu bugungidek bo'lsin. Yuzlarga kir og'am, ukajonim. Tabriklayman. Rahmat deymiz barchalarimizga. Albatta opajonlarimizni o'z o'yinlari bilan, ajoyib raqslari bilan tabriklab berish niyatida turgan ekanlar. Albatta endilikda davomimizni chiroyli o'yin kulgular bilan birgalikda davom ettiramiz. Marhamat. Xursandchilik damlari bo'lsin.